Xayli kech hammaga yaxshimisizlar, tuzimizlar. Esfer serialini ko'rdinglarmi? Ko'pchilik yozibdi, qayoqdan ketadi? Instagramda ketadi aytdilar. Va mendan bitta insonni so'rabsizlar. O'sha inson hozir yonimda. U yaxshi inson emas degan. Hayotda juda yaxshi inson. Al, bari. Assalomu alaykum. Like, kommentariyani bomba qilib bersanglar, men ham chiqaman. Chiqmayapman hozir, chiqishni xohlayman. Sabr tutdi. Asosiy geroinya bu proyekt, bu sensan, o'sha serialda sensan. Rahmat. Hozircha mana bu odamlar ko'zga yaxshi bo'lib turgan, lekin aslida esa serialda eng vahshiy, eng vahshiy inson bo'ladi. O'zi buni profillarni kuzatsanglar kerak. Neobычный videolar qo'yadi-yu o'zi ham. Na. Opa Turkiyaga borib, to'ylarga borib, rosa maza qilib kelganlarda endi bitlarni to'p syomka qildiramiz. Qo'lingiz og'rib ketmadimi? Ha, ozgina. Semiribsan. Boring. Bilasanmi, bu kunlarni qancha kutdim? Men sizdan ko'proq kutdim. Menga qarang, boya qatga qaradingiz? Qachon? Salonda. Ochilib ketibsan. Rahmat. Bo'lgan bo'lsang, ketdi-yu unda. Hey. Men o'shanda hech kimga qaramagandim. Bilmayman, nimagadir seni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim. Seni juda qattiq sevaman.